Bo'lay desang mustaqil, xonadonni ikkita qil. Mana azizlarim, sizlar uchun Ko'kterak mahallasidan 5 sotixli eskiroq uylari bilan xonadon topib qo'ydik. Qanunda birgalikda ko'ramiz. Ketdik. Bismillah. Mana azizlarim, xonadonimizga kirib oldik. Kirganimizda shundoqqina uzun yo'lakcha kutib oladi. Chap qo'limizda aytganimizdek eskiroq uylari bor. Bu yoqda ozgina ta'mirlab yashasangiz bo'ladi yoki bo'lmasam buzib tashab nolga qo'yib o'zingiz didingizga moslab uy qurib olsangiz bo'ladi. Bu yoq tarafda agorodlari bor. Agorodlarda mana ko'rib turibsiz, kattagina o'riklarni ekib qo'ygan. Undan tashqari yana bir ikkita mevali daraxtlari bor. Hovlimizda gaz, svet, suvlardan umuman muammo yo'q. Mana ko'rib turibsiz, quduqlarni qazdirib, chiroyli holatda suvlarni chiqazib qo'yilgan. Mana azizlarim, aytganimizdek uyimiz ozgina eskiroq, eski desak ham bo'ladi. Buni buzib tashab turib, nolga qo'yib, o'zingiz uchun chiroyli holatda zo'r qilib uylar sovg'asangiz bo'ladi. Kirganimizda katta zal, undan o'tganimizda bitta xonamiz. Oynalarimiz hammasi akfadan qo'yib qo'yilgan ekan. Uyimiz eski bo'lishiga qaramay. Undan o'tganimizda bu yoqda yana bitta xonamiz bor. Ko'rib turibsiz, remontlari aytganimizdek eski. Mana azizlarim, xonadonimizni ko'rib oldik. Ko'rib turganingizdek, nolga qo'yib, o'zingiz uchun yaxshi, chiroyli katta uylarni sop ta'mirlab olsangiz bo'ladi. Bu uyimizning narxini egalari 48 mingga deb belgiladi. Pastda raqamlar qoldiramiz. To'liqroq ma'lumot olish uchun aloqaga chiqsalaringiz bo'ladi. Ko'kterak mahallasidan 5 sotixli uchastka qidirib yurgan tanishlarga bu videoni yuborib qo'yamiz. Bizga obuna bo'lishni unutmang.